Men kompaniya ishchilariga maosh to'lab berishga roziman deb yozilgan. Shu yerga imzo qo'yib bersangiz. Men roziman. Mana. Ruchkani bering. Mana. Ha. Qani? Mana. Hammasi. Mana. Oling. Rahmat. Qani? Bormi yana? Fabrika va zavod ishchilariga ham oylik berish kerak ekan. Alohida qog'oz qiluvdim. Bera qoling, bering. Ular ham olsin. Ko'ngli qolmasin. Mana. Ay. Mana, bo'ldimi? Qutildimmi? Bo'ldi. Mana. Endi guvohlar oldida, bular guvohlar, xat hujjatga roziligim bilan qo'l qo'yib berdim deyishingiz kerak ekan. Hech kim majburlamadi deyishingiz kerak ekan. Hech kim majburlamadi. O'zim rozi bo'lib, qo'l qo'yib berdim. Bo'ldimi? Bo'ldi.